Bulardan 25 metrgacha bez ustun firma qilib tom yopilyapti. Bu profillar konteyner mahsulotidan yaxshimi, yomonmi, shu haqida ham ma'lumot berib o'tamiz. Siz bozordan olasizda 36 ming, 36 mingda aralaysiz. Xo'p, aka, bu kattaroq ekan. Bu asosan nimalarga ishlatilsa bo'ladi? Buni ham turi ko'p, o'ta ham ko'p. Endi aka, bu koreyskiy temir bilan konteyner mahsulotini farqini bir qisqa bo'lsa ham tushuntirib o'ting. Mana oddiy. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, yaxshimisizlar, omonmisizlar? Qadrdonlar, bugun biz Andijon viloyat Asaka tumaniga kelganmiz. Asaka tumanida shunaqa koreyskiy temir profillarni sizlar uchun video obzor qilib, metrlarini, manaqa stenalarini, hamma ma'lumotlarni berib o'tamiz. Bu profillar konteyner mahsulotidan yaxshimi, yomonmi, shu haqida ham ma'lumot berib o'tamiz. Bu yerda Odiljon aka degan akamiz bor. O'sha akamiz ma'lumot beradi. Odiljon aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Tinchmisiz? Charchamaysizmi? Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Yaxshimisizlar, charchamasdan. Mana shu ukamizni qo'llab-quvvatlaymiz. Like bosib, chunki like bosinglar deganim sababi, hurmatli obunachilar, like bossanglar ko'proq odam ko'radi, ommalashadi. Bunaqa profillar ham ko'proq odam ko'rgandan keyin olib foydalansa, xudo xolasa, yaxshi profillar. Chunki men ham o'zim ham Koreyada ishlab kelganman. Koreya mahsuloti juda ham zo'r bo'ladi. Bu akalarimizni mahsulotini maqtash emas maqsadim. Maqsadim shu Koreya mamlakatida ishlab kelganim uchun bilaman Koreya mahsuloti qanaqaligini. Endi videoda boshladik. Aka, endi ma'lumotlarni beraveramiz. Endi Odiljon aka, to'xtab turing aka. Men shuni kamerani olaman, bunday ko'rsataveramiz. Bo'laveradi. Qadrli obunachilar, videoni boshidan bittadan like bosib qo'yinglar, chunki like bosish tekinu, like bossanglar videomiz ommalashadi. Like bossanglar degan umiddaman. Xo'p. Boshladik, Odiljon aka. Hurmatli kuzatuvchilar, mana profillarimiz Koreyadan kelgan. Hammasi birinchi marta quyilishi. Bu metallondan eritib turib boshqatdan quyilgan narsa emas. Bular sorti a'lo. Bularimiz 5 ga 5ligi bor. Mana shularimiz 5 ga 5 2 stenkaligi bor. Narigi tomonda mana uzunligi 6 metrdan. Bunisining uzunligi 6 metr. Bunisiniki 6 metrlik 2 stenkalik. 2 stenkaligi qalinligi mana duvoli 2 stenka. Mana stenkani bilmaydiganlar uchun mana stenkasi mayli bo'lar ekan, qadrdonlar. Bulardan 25 metrgacha bez ustun firma qilib tom yopilyapti. 25 metr deganimiz o'rtada ustuni bo'lmaydi. Ustuni bo'lmaydi. Katta qo'rilishlarga bo'laveradi. Stenkasi baland. Buni turi ko'p. Ichiga masalan 6 metrli deb 25 ming deb aytayapman men. Lekin shuni kaltalari bor, 15 mingdan boshlanadi. Bu firma qilish degani ichiga tiqadigan. Mana shu nimani ko'rsada ichiga tiqadiganlari siz bozordan olasizda 36 ming, 36 mingda aralaysiz. Bizda lekin unaqa emas. 90ligi bor, 50 santimetrli, 1.60ligi bor. Xullas kalom atxoti senasi yana tushib ketaveradi. Bu 25 mingda turmaydi. 6 metrlik bilan 24 ming 4 metrligi 25 ming so'm. Undan o'tib mana bunaqa qilib bo'lgandan keyin mashlarning mana 90ligi bor, ichiga tiqadiganlari. Ular 15 ming so'mdan. 1.30 gacha bo'lgani 18 ming so'mdan. 25 mingda aralab tiqmaydi uni ichiga. Hamma narsamizda o'zini atxotlari bor. Mana chudalar, deymi? Mana uni tahlab qo'yganmiz mana. Ko'rsanglar obunachilar, bu akalarimizda atxot chiqmaydi ekan. Ash narsalarni ham misol uchun firma qilib ishlatadigan odamga farqi yo'q. Baribir butunda aralaydi-da. Mana buni konteynerda ham aka konteyner mahsulotini ham aralab turib qilyapti-da. Mana 25 mashlarimiz 25 ming so'm butuni. Bu turishida bu turishi emas. Metri 15 ming so'm. Hozir mana necha metr? 1 metrdan? Bu 90 santimetrligi. Nech pul ashi? 90 santimetrimi? Detta bir xo'sh, 14.300 so'm, metri 15 ming, metrga urib beramiz. Necha nima bo'lsa ham. Mana ularimiz 6 ga 4. Xo'p. Bularimiz necha metrli aka? Bularimiz 584 uzunligi. 6 ga 4 3 stena. 6 ga 4 3 stena. 6 ga 4 razmeri, stenasi 3. Qalinligi 3. Qalinligi 3. Lekin biz bozorda yangini 1.7 ni puliga 3 stenka beryapmiz, 30 ming so'm. 1.7, 1.9 32 ming so'm bizda. Bu yerda. Lekin undan allaqancha qalin nimasi ham. Bularimiz ham xizmatini ham qiladi. Xizmatini ham qiladi, boshqasini ham. Buni ham hamma materialimiz uzuni ham bor, keyin kaltasi ham bor. Hozir mana kaltasini ko'rsatdim. Mashina 30 ming so'mlik kaltasi 25 ming so'mligi bor, 21 ming so'mligi bor.
nimasiga qarab ichiga firma qiladigan odamni ichiga qo'yadigani arzon. Arzon-ni? Nima kichaygan sari arzonlab ketaveradi. Mana 4 ga 4 umuman ishlatilmaganlari bor. Shilagi ham yo'q, boshqasi ham yo'q mana. Mana shularimiz 4 ga 4liklarimiz. Buni ham Bu ham koreyskiy aka. Bu hammasi koreyskiy. Bu yerdagi hammasi koreyskiy. Mana manasi 3 2 tenkaligi. Ammo yonida mana turibdi 2 tenkaligi. Manasi mana 1 6 tenkaligi. Mana shu yerda o'zida mana 3 xil narx. 3 xil narx. 17 ming so'm yuqqasi. Yukka deb bizda eng yuqqasi 1.6 dan boshlanadi. Bunisi 2.1 stenkasi. Bunisi 3.2. Mana 3.2ligimizda endi biz O'zbekistonda yo'q bu razmer. Stena. Bunaqa stena yo'q. Bizda bor. Koreyadan keladi mana. Ishlatilmagan. Hamma yo'q edi. Top-toza, pokiza. Bular 27 ming so'm. Metr, ha? Metr. Metr 27 ming so'm. Bunisi 2.1 stena 20 ming so'm. Bunisi 17 ming so'm. 17 ming so'm. Mana 5 ga 5larimizni kaltaroqlari 225 dan. Bularga ham 25 ming so'mligi bor. X stena qalinligi. Qalinligi X stena. Manasi xuddi shu narsani 3.2 stenkasi mana. Qalinligi o'ta qalin. 3.2 ekan, qadrdonlar. Qalinligini ko'ryapsiz. Nari tomondan bitta ko'rsatib qo'ying, mana qalinligi. U tomondan ko'rsatsangiz ham farqi yo'q. Mana aka. Stenasi o'ta qalin. Bunaqa qalin stena yo'q ekan O'zbekistonda. Shunaqami? Yo'q, bizda quyilmaydi, zakazga quyiladi. Zakazga Katta quyiladi. partiya bo'lsa quyiladi-da bizda. Mana ularimiz 8 ga 6. Mana 8 ga 6 4 stenka. Buni hozir video davomida ko'rsatib qo'yamiz ochig'ini. Bu bizga shunaqa qilib bek holatda nima qilingani bor. Lekin qalinligi 4 stenka. Qalinligi 4. 8 ga 6 bularimiz. Necha pul bu narxi metr aka? 60 ming so'm metri. 60 ming so'm. Mana 10 ga 5larimiz bor. Mana 10 ga 5imiz bor. Lekin buni ham qalinligi 1.4 dan boshlab 1.4 dan boshlab 7 stenagacha bor. Bu 3 stenkaligi, 1.4 bor, 4 stenkaligi bor, 5 stenkaligi bor, keyin 6.9 stenkaligi bor buni. Xo'p, aka bu kattaroq ekan. Bu asosan nimalarga ishlatilsa bo'ladi, aka? Buni ustun qilishyapti, xora qilyapti. Mana ustun xoralarga ketaveradi. Ustun xora. Ustunlarga ham zo'r bo'ladi. Keyin mana hozir yangi nimalar kelyapti chet eldan, traktor nimalar kelyapti. Kasimsotga o'xshagan bir anaqa o'zbekcha qilib gapiryapman. Kasimsotga o'xshagan. Omonchlarini biz yerlarimiz qattiqligi uchun omochini sotmasdan oldin shunday buzib tashlab, mashlardan yangi omoch yasab turib, keyin sotilyapti. Biz klientlarimiz shunaqa qilib anaqa qilishyapti. Ularda chetdan kelgan narsa bizni yerga solganda qayrilib ketyapti. Nimaga deganda ularda yeri yumshoq o'ta. Bizi yerlarimiz ozgina qattiqligi uchun u yoqdan kelgan narsasi bardosh bermasdan mana shulardan yasab turib keyin sotilyapti. Omochlari ham yangilari. Mana ularimiz 5 ga 3. Buni ham turi ko'p, o'ta ham ko'p. Ma'lumot uchun bittalar akalar. Mana shularimiz 2.1 stenkalik. Bular 5 ga 3. Bulardan 12 metrgacha bez ustun tom yopilyapti. Xuddi shundan, ha? Xuddi shuni o'zidan. Bez ustun tom yopilyapti. Bez ustun 12 metrgacha yopishyapti. O'rtada ustun bo'lmaydi. O'rtada ustun bo'lmaydi. Xo'p. U yog'i svarshik o'zi biladi. Qanaqa stilda yasasa, ashunga qarab o'zi beraveradi. Ustalar bor. Buni ishlatishayotgan nimasi. Keyin bunda ham xuddi shunaqa. Hozir masalan shunimizni 18 ming deb aytyapmiz, lekin buni ichiga tiqadigan kaltalari hammasi razmeridan bor. 50 sm ham bor, 70 sm ham bor, 90 ligi bor. 1.40 gacha bo'lgan, buni laxtaylari bor. Puli arzon bo'laveradi. 50 sm-liklari 10 ming so'm. 95 gacha bo'lganlarimiz bizda hozir 12 ming so'mga aylanyapti. Hozir shu bugunda. Shunaqa. Hali masalan 18 mingda aralamaydi, lekin bozorda 24 ming so'm bo'lsa shu narsa. Lekin bizda 18 ming so'm. Bu 2.1 qalinlikdagisi. Endi mayada mana 1.8 qalinlikdagisi bor. Narigi tomonidan ko'rsangiz, bu 1.8 qalinlikdagisi mana. 1.8 ekan, yuqoriroq ekan. Bunisi 15 ming so'm. Bunisi 15 ming. Stenasiga qarab o'zgaraveradi.
Keyin buni 6 metrligi ham bor mana. Xo'p, mana qadrdonlar ko'rib turibsizlar, temirlar juda ham ko'p. Hozir bu yana ham ozayib qolgani. Hozir mana yanvar oyida turgan bo'lsak, dekabr, yanvar ishlamadik hisobda. Bizniki Koreyadan keladi, uni har xil hisob kitoblarga ko'ra bu mana bizlar 6 metrligimiz. 6 metrlik. Ha, shu mana uzunlari bulari. Mana shuning ichiga kaltasini tiqib firma yasaydi, bo'laveradi. 18 ming so'm. 1 metr 18 ming so'm. Metri 18 ming so'm. Mashlarimiz mesela misol qilganda bozordan buni 8 ming arzon bo'lishi mumkin. Butunida 8 ming so'm arzon. Lekin buni yana ichiga tiqib ishlatgani mana o'zidan chiqqan atxotlari mana bunaqa har xilda firma qilib ishlataman degan odamga 18 mingda aralamaydi mana. Tayyari. Yangi narsani aralamaydi, tayyari olib ketaveradi. Tayyarini ichiga qo'ygani hamma razmeridan bor mana. Mana. Firma qilganda mana bittasini mayaga qo'ysa, keyingisini mondan aralab bu yoqqa qo'yadi, ketaveradi orasiga. Hammasini o'zini atxotlari bor. Razmerlari bor. Hammasidan mana. Shunday qilinsa mana o'zgaraveradi. Mana buni ham uzunroq bor. Firmani shunga qarab yasaveradi, razniца o'ta katta bo'lib ketadi. Hisob kitob qilib qilganda raznicasi kattayaveradi. Mana hozir sizga aytgan 8 ga 6 ming mana ikki tomonini ochib qo'yganlarimiz bor. Mana qadrdonlar. Lekin qarindosh urug' o'ta qalin. Ustalar guruhlariga tarqatib yuboringlar qadrdonlar. Mana. Mana. Mana shu 8 ga 6 mizni mana kesib ko'rsatib qo'yganimiz stenasi. 4 stenkaligi bor buni. Mana endiroqda ko'rsatganimni 10 ga 5 mana 5 stenkaligi mana. 4 stenkaligi bor buni mana 609 7 deyiladi, lekin 609 stenasi o'ta qalin. Keyin xo'p, hammasidan bor. Mana bu yog'i ham bor. Hozir masalan mana 227 ligimiz 18 ming so'm bo'lsa, endi 2 metrga tushgandan keyin yana 1000 so'm emas, 2000 so'm o'tadi, 16 ming so'mga aylanadi. Mana 1.90 ligi bor. Sirazu mana 2 metrdan shunday o'tgandan keyin 10 santimetr kaltalik uchun bunisi 14 ming so'm. Lekin stenasi nimasi hamma yo'g'i bir xil. Kaltagandan keyin rasxoti puli arzonlaydi. Bizda shunaqa. Endi aka bu koreyskiy temir bilan konteyner mahsulotini farqini bir qisqa bo'lsa ham tushuntirib o'ting. Mana oddiy misol qilib aytganimda mana bizda hozirgi kunda mana shuni mana konteynerdagi desak, kimdir shunday ishlatadi, arzon tushadi. Lekin ikkovini bunday qilib ishlatadigan odamga mana 6 ming qilsangiz misol 6 mingdan bergan taqdirda men ikkovini shunday qilib svarka qilib juplashtiraman desa 12 mingga aylanyaptimi? Endi svarshigi bor, boshqasi bor, rasxoti bor. Ha endi mana stenani ko'ring-ku. 2-1 qayda-yu, 1-2 qayda. Stenasida. Konteyner'diki 1-2 bo'ladimi? 1-2, 2 gacha bo'lsa ham, 2 gacha bo'lgan taqdirda ham mana. Bu narsa deng, bu narsa. Bu butunligi u yoqda tursin. Quyma bu, chaki yo'q. Chak yo'q, hech qaysi materialimizda chaki yo'q. Chaki yo'q deng. Mana shu bitta quyganda, suyuq narsani bir quyganda temir olib, profil olib chiqadi. Paravoy qiladimi? Nima qilsa mana tiplisalarga paravoy qilishyapti, boshqa qiladi. Chak degan narsani o'zi yo'q. Bularimiz hamma materialimizda chaki yo'q-da. Chaki yo'q deng. Ha buni mana qilib mehnat qilib ikkitani bitta qilsa, kimga qanaqa? Lekin farqini ajratdik, qisqa bo'lsa ham ma'lumot o'rnida aytib o'tdik. Agar shunday qilib ishlatadigan odam bo'lganda ham bu raznicasi hech qancha emas. Konteyner mahsulotini. Lekin yakkali ishlatadigan odamga bu arzon tushadi. Ha, jup qilib ishlatadigan odamga svarka qiladi, mehnati bor, boshqasi bor, toshi bor. Ha, bu qulayroq ozgina. Ham mustahkamligi o'ta kuchli. O'ta kuchli, haqiqatan ham koreyskiy mahsulotlarga gap bo'lishi mumkin emas. Xo'p. Oldin biz mana fonni devdi, mashina zavodidan olib chiqiladi bu narsalarimiz. Bularda uje odamlar unaqa suymay qo'ydi. Mehnati ko'p-da, ikkitani bitta qil, kalta bunaqa qilib. Ha, bundan tayyorda endi buni materiali boshqa, uni materiali boshqa. Bular ham o'zi asli koreyskiy aka. Bular ham Koreyadan kelgan, Xitoydan kelgan.
har qayerdan kelgan. Xo'p, yaxshi aka, ma'lumotlar uchun rahmat sizga. Qadrdonlar bo'pti. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Endi videoga albatta like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Xudo xolasa kelajakda yana ham yaxshi sizlar uchun foydali videolar chiqarishdan charchamayman, to'xtamayman. Sizlar ham like'larni bosib, obuna bo'lib qo'ysanglar, menga motivatsiya bo'ladi, yana ham ishlashimga, ijod qilishimga yordam bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammanglarga omad. Telefon nomerlarini qoldiraman, bog'lanaverasizlar. Usta akalarimizni ham hamkorlikka chorlaymiz. Usta akalarimiz ham telefon qilsa, mana shu yerdan kelib, xohlagancha kichkinasidan tortib kattasi uzunlarigacha o'zlari tanlab olib ketishlari mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, o'zingizlarni ehtiyot qilinglar.